Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu COVID-19 kesili, ya'ni Xitoydan tarqagan vaboga qarshi tunji dori to'g'risida sizlarni qisqacha bir uchur bilan ta'minlamoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Molnupiravir deb atalgan bu yeni dorini Amerika'nınki Merck dori şirketi ishlab chiqargan bo'lib, nima uchun bu dorini COVID-19 kesiliga qarshi tunji dora deymiz degan vaqtida e, buningdan burun bu COVID-19 kesilini davolashga ishlatgan barliq dorilar ya'ni bu vabo tarqalishdan burun mavjud bo'lgan va boshqa kasalliklarga ishlatib kelayotgan dorilar bo'lib, bu vabo butun dunyoda tarqab, insoniyatga zo'r tahdid ilib kelgandan keyin burun mavjud bo'layotgan shu dorilarni sinoq taraqqisida ishlatib kelgan. Ammo bu dori bo'lsa, bu vabo butun dunyoga tarqagandan keyin maxsus mushu vaboga qarshi tadqiq qilingan tunji dori bo'lib, mutaxassislarning qarashicha bu yilning oxirigacha bu dori rasmiy bozorga kirishi mumkin ekan. Hozir ilib berilgan 3-chi bosqichliq klinikalik sinoqning natijasiga asoslangan vaqtida bu dori mushu COVID-19 kesillik giribdor bo'lgan insonlarning balni tetish va o'lib ketish nisbatini 50% tövelletedi ekan. Mundaqcha aytgan vaqtida bu dorini ishlatgandan keyin bu COVID-19 kesiliga giribdor bo'lgan bo'libmi ig'ir kasal alomatlari ko'rilgan va balni yetib davolatishga majbur bo'lgan yoki o'lib ketish ehtimoli bo'lgan kasallik bemorlarniki o'lib ketish yoki balni yetish nisbatini zo'r darajada, ya'ni kam deganda 50% töveltidi degan gap. Shu sababdan nurg'un mutaxassislar bu doriga nisbatan nihoyatda zo'r umid bilan qaramoqda. Mana bu mushu yaqinqi bir necha kundan buyon mushu mutaxassislarningki bu doriga qarata ko'z qarashlari ifodalangan xabarlarningki bosh temasi bo'lib, bu xabarda deyilishicha bu Merck'ningki bu COVID-19 ni davolaydigan bu dorisi balkim mushu yilning oxirigacha bozorga kirishi va bu vaboga qarshi nihoyatda zo'r bir o'zgarish paydo qilishi mumkin degan xabar. Bu so'zni qilg'uchi Amerikadagi donliq mushu John Hopkins Medical School, ya'ni tibbiy maktabningki professori shundoq debdi. Bumu mushu doriga oid xabarlar bo'lib, bu xabarlarda bu dorininki mushu hozir e'lon qilgan unumininki nihoyatda aniq ekanligi, ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek bu dorininki mushu COVID-19 kesiliga giribdor bo'lgan bemorlarning balni yetish va o'lib ketish nisbatini 50% töveltelaydiganligi, bu mushu COVID-19 kesili tarqagan 2 yilga yaqin vaqt ichida dunyoga kelgan tunji unumlik dori hisoblanadiganligi, bu dori agar rasmiy tasdiq qilinib bozorga kirsa, bu vaboga nisbatan zo'r o'zgarish paydo qiladiganligi to'g'risidagi xabarlar. Bu haqiqatdanmi odamni xo'sh qiladigan bir xabar. Albatta bu kasallikni oldini olishda mushu vaksina nihoyatda muhim ham vaksinaninki unum berayotganligini ko'ryapmiz. Biroq vaksinami 100% bo'lmaganligi uchun bir qism vaksina emlagan kishilar yanada bu kasalga giribdor bo'ladigan ahvollar mavjud. Agar bu dori rasmiy bozorga kirsa,
shu kishilarga nisbatan ikkinchi bir tanlash bo'lib, ularningki balni setish yoki o'lib ketish nisbatini ko'zga ko'rinarlik darajada tuvanlatkili bo'lishi mumkin. Shu sababdan men bu alayda bir bu vaboga nisbatan alayda bir yangi xabar sifatida qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Bugungi bu qisqa uchurni mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Hammamizni Alloh salomat qilsin. Xayr xo'sh ko'rishguncha omon bo'linglar.